Birer ayol kişimi yaratmagan bu Sunjangni shuncha ko'p botir azmatlar nima uchun yaxshi ko'rib qoldi? Suv buyda haqida. Endi buningda qandaq bir sehriy kuch bor. Endi Sunjang bu yerda Yanposhini o'ldirib qo'ygandan keyin qochqin bo'lib amalsiz bangdi. Aslida buniki bir orada amal tutib, cho'ng amaldor bo'lib nom qoldi usulati. Endi bu yerda cho'ng ishlarni qilish uchun faqat bir yo'l qoldi. Ya'ni nag berish. Liangshanga chiqib, shular otaman bo'lish. Endi bu yer Sunjang qaranglar, bu yer qochqin bo'lib udullam Liangshanga chiqsa bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki qolgan palvonlar Mavlud so'g'isini bulab chiqdi. Bira amaldorni o'ldirib qo'yib chiqdi. Cho'ng-cho'ng ishlarni qilib chiqdi. Endi bu yer Sunjang ash bir qiz olmay, xotin qilolmay shuni o'ldirib qo'yib chiqdi. Sen nima satchilik, shundami? Bu Bahadur azmatlarning oldida yüz bo'lmaydi-da bunun. Bu Sunjang va bu Liangshanga mard azmatlarga xos chiqmoqchi. Shuning uchun bu qanday qildi? Azmatlardek yüz yolg'iz jon kezishga boshladi. Meni qo'shib olib, filmning davomini anglang. Eng oldi bilan nega bo'ldi? Chayjin nazoratni qishib qo'yib, Yanposhini boshimdan o'ldirib qo'ydim deb buni bilan ko'rishdi. Bu yerda oldingi sonda degan Wusung bilan tunishdi. Endi o'shada qarasaqmi bu Chayjin xo'jamninki Liangshan bilan qo'yuq aloqasi bor. Endi mana shu bir parcha haqiqiy basmi darhol chiqa oladi, biroq yenilab bu yerga chiqmadi. Endi o'zlab chiqsin bulti, lekin bu Chayjin nazoratni qishib chiqib turib chiqmaganligi nimadan darak bo'ldi? Ya'ni Liangshan ko'ldikilarga Sundanish adı can kezib yurib o'tibdi qahmonak degan xabarni ma aniq bir yetkizib qo'ysin deblam o'tib o'tdim yerdan. Asli maqsad ma'u. Endi bu yerda Chayjin nazoratning endi yenib dagmangda shamol turadiki kichiklik Wang Xuarungni yenigmangdi. Endi bu yer yo'lda ketib berib Wang Petek yo'lbosiga uchrab bu yer buning bilan tunish boy og'risi inim deb bu yerda og'ini ulishib ketdi. Bu yerda yeni bir nomini qoldirib yeni Liangshanga taklif qilsa yeni chiqmadi. Xuddi bir yotgan ajroning kabiga 3 qitim ziyoratga taklif qilgan deb yemin sözlügen zofilimi anlab oldim o Yamaliyu Bey. Endi bu yerdan qamlashmay Xuarongni yendim berib, Yaltapan Dayzonning yeni qiladi. Yani bu yerdan Liku bilan tunishib qoldi. Endi bu yerda o'zi hech bir mas'ullik, eliq bir odam o'ldirib cho'ng ish qilolmaydigan ko'z yetib, eliq bir nazmini yozib qo'ydi. Uzan jangdongdi men ko'nglimni shandong deb bir g'alikli bir nazmini yozib qo'yib, yüz qasdan ishlabdi. Shuning bilan endi chiqsa bo'ladi mana. Ya'ni isyon nazmini yozgan manda qilgan bir cho'ng jinoyatchi degan nomga qoldi, manda battamga endi qololdi. Endi ma gunohining oldida hech kim Yanposhini o'ldirib qo'ydi degan gunohni tilg'anmaydi endi. Ham bu jon kezilish jarayonida Wang Petek yo'lboz deymiz, Liku deymiz, yeni bir qator odamlarning tang boshlab chiqa oladigan bo'ldi endi. Ma Sunjangda bir rasmiy hozirlandi-da bu yerda. Navada o'ylab bakinglar, 5dan nimishqa Sunjang shuni taklif qilib chiqmaydi, u Yanposhini o'ldirib qo'yib yurib chiqsa Liangshan'da qilchilik inoat bo'lmaydi buning. Voy bir xotini o'ldirib qo'yib ketgan, shuni olamda bizni panoh qildi degan nom qoldi. Endi mayada birisi cho'ng jinoyatni o'tkazdi, shundan qilishmaydigan. Ikkinchidan bir talay botir azmatlarni tang boshlab chiqdi. Endi ma Sunjangda rasmiy putrab tura oladi. Bundaqda o'ylab baqtinglarmi? Chaogay bu yerda Sunjang taq chiqishig'la otamanlik o'rnini nimish qayta-qaytlab Sunjangga o'tinib bermoqchi bo'ldi. Chaogayning qo'slig'i zodi nima bor? Subuyda nomli asarning davomi qiziqadigan do'stlar, birdan yaxshi yurgunlarni aymay meni qo'shib olinglar. Keyingi sondagi mazmun texnik qiziq.